o'z yaqinlarim boshida kulishgan edi. Hozir esa ular qanday qilib pul topayotganim haqida so'rashmoqda. Men ham kvartirada yashaganman. Hozirda esa biznesim orqali o'z o'yimga erishdim. Siz ham o'z o'yingizni olishni xohlasangiz, komandamga qo'shiling. Mana bugun biz Faberlik kompaniyasi orqali 4-o'yimizni olganmiz va shuni ko'rishga keldik. То, что увидишь ты, как умею любить, что могу излечить. Вот мои двери, иди по полям моей души. Bugun bankdan navbatdagi pullarimni yechib chiqdik hamda o'yimizni ko'rishga keldik. Sizga ham